350-bob shar'iy jazolarda o'rtaga tushib shafiy bo'lishning haromligi haqida. Alloh taolo dedi: zinokor ayol va zinokor erkak, ulardan har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirguvchi bo'lsangizlar, Allohning bu hukmida, ya'ni zinokorlarni darralashda sizlarni ularga nisbatan rahm shafqat tuyg'ulari tutmasin. Nur surasi 2-oyat. 1770-hadis. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Qurayshni o'g'rilik qilgan mag'zumlik ayolning ishi tashvishga solib qo'ydi. Kimdir u haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kim gapira oladi, dedi. Bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun suyukli Usoma ibn Zayddan boshqa kim ham jur'at qila